Kasalliklarimiz so'zlardan kelib chiqishini bilarmidingiz? Yomon so'z qalbni og'ritadi, yaxshi so'z esa shifo. Bilarmidingiz? Nemis psixoterapevti Nusrat Bezeshkian insonlarda so'zlardan keyin kelib chiqadigan kasalliklarni birinchilardan bo'lib isbotlab bergan. Demak, ular quyidagilar. Barchasi mening bo'ynimda. Osteoxondroz. Barchasi jonimga tegdi. O'smalar. Yuragimga qattiq oldim. Infarkt. Menga muammolar bosh og'riq bo'ldi. Migren kasalligi. Qonimni ichdi. Qon kasalliklari. Sabr kosam to'ldi. Gipertoniya. Eshitgim kelmaydi. Ovozini o'chir. Garanglik. Asabimni sinama. Depressiya. Hayotimda quvonch yo'q. Jigar o't qopi kasalliklari va semizlik. O'z-o'zini yeyish va birovlarning ishini hazm qila olmaslik. Yara kasalliklari. O'lgudek charchadim. Urologik kasalliklarni qayta rivojlanishiga sababchi bo'lar ekan. So'zlayotgan so'zlaringizga e'tiborli bo'ling. Bu videoni siz uchun sog'lig'i muhim bo'lgan yaqinlaringizga yuborib qo'ying.